ustiga karvonda yuklarni yuklab qo'ysa, yo'lda kelayotgan biror bir ko'lmak, balchiq bo'lsa, shu joyga yotib olardi. Shu peli bor. Lekin bolasida hali bu narsani ko'rmadim men desa, u ayib onasida ekan, bu tuyani bolasida aybi bo'larmi deb aytgan puliga tuyani olib ketdi. Karvonga qo'shdi, ustiga yuklarni yukladi. Ketayotgan joyida bir ko'lmak balchiqqa borgan paytida haligi ko'rkam tuya yuk puki bilan balchiqqa yumalandi. Yonidagi xizmatkoriga qarab aytdiki, "Meni uyimga borib xotinimga aytgin, 3 talaq qildim men" dedi. Hayron xizmatkor. Deb o'ylaysiz, ayollar ko'pincha gapiga kirib, savdogarda gapiga kirib uyiga borsa, erini savdogarni safarga chiqarib olib, o'ynashini chaqirib xiyonatni ustida turgan ekan. Bu nima holat desalar, sali savdogar aytayapti. Buni onasi fohish edi. Onasi fohishayu qizi yaxshi bo'ladi deb olavergan edim.